O'rtoqlar boya ertalab zalga borib, zaldan keyin massajga bordim. Massajdan chiqar chiqmasim o'rtog'im telefon qilib, bugun Uzbur kafe, Denovdagi Uzbur kafeda ovqatlanaylik, salat yeylik deb meni chaqirdi. Xo'p deb massaj bugun bo'lmadi. Massaj o'rniga skrapladik, badanni skraplab, stretchingladik-da. 2 kun massaj, 1 kun skrab bo'ladi. Chunki yog' bilan massaj qilinganda terilar bitib qoladi. O'shani skrab bilan ochib olamizda. Stretching qilamiz. Stretching qildida sport zal kiyimim bilan keldim. O'sha stretching qilib ustidan kiyib oldimda. Uyga kelib, yuvinib, kiyimimni almashtirib o'tirishga vaqt yo'qdi, chunki o'rtog'im juda ham och qolgandi. O'rtog'imda tombi ketib qoladi, och qolgan, juda ham och qolib ketsa, shuni xafa qilmay deb biz o'sha sportivniy kiyimimda kafega borib ovqatlandik. Ter shunaqasi oqyapti, xuddi kimdir satil bilan suv to'kib yuborganday oqyapti-da. Yana meni eng yaxshi ko'rganim bu issiqqina ko'k choy. Men bironta ham gazirovkani issiq ko'k choyga almashtirmayman. Issiq ko'k choy ichyapman, terlayapman, ichimda stretching boylangan, juda ham ko'p qattiq terlayapman. Ovqatlanib bo'lib, endi shoti to'lab chiqib ketayotganimizda kassada o'tirgan bola pulga qaramaydi. Menga orqamdan shunda qarab turibdi. Meni orqamda o'rtog'im ko'rib, u bolani qaratganini kuzatyapti-da. Yaxshiyam mashinamda kafeda eshigini oldiga qo'ygan ekanman. U bola meni siyib qo'ygan deb o'ylabdi, ana terimga. Terlab lasenam ho'l bo'lgan. Men o'tiraverdim, yaxshi ter oqsin deb. U esa lasenamgacha o'tib ketganda. Sport kiyimimgacha o'tib ketgan. U bola esa meni siyib qo'ydi deb orqamdan qarab turibdi. Bugun shunaqa voqea bo'ldi.